Nihoyatda bizani vaucherimizni yutib olgan Abdurahmon akam keldilar. O'zlari kasal bo'lmasalar ham, lekin o'zlari okalarni olib keldilar. Okalarda grijalar bor, ham bo'yinda ham belda. Xudo xolasa sohib ehson yo'q endi. Bularga endi shu vaucherli kursichalarimizni bularga taqdim etdik. Xudo xolasa to'g'ri bo'lgan bularga o'tkazdilar. Inshaalloh biz lechega qilamiz. Hozirlarimizni ko'rib, hamsiyada tekshiramiz. İlk kelgan do'q bo'lsalarni albatta qo'yamiz. Hozir holatingiz qanaqa ekan? Qaytida shikoyat bor. Shu shikoyatlarni chap oyog'ingizga beradi. Chap oyoqqa beradi. Ilk kelgan nimadir ko'tarsangiz, nimadir qattiqroq itarsiz, sizlarni chap oyoqqa ketadi. Ha, mashinada o'tirib ketsangiz ham shu o'tirasiz, ketasiz. Keyin Sizlarlasha oladimi? Yo'q, sizlarlashmas. Boldir qattiq qoladi. Keyin bo'yinda toladi bo'yin. Bo'yingiz ham, belingiz ham biringiz bor ekan, bir tezda qo'ydim. Xo'sh, qilmagan narsa qolmadi lekin. Hop, akamning bellarida 6 L5 S1da 4,5 metrlik grijalari bor. Hop, mana diskini ham ko'ramiz. Bu zaguchenastagi yozuvni ko'rsatyapman. Bo'yin sohasida 1.6, 2.3, 1.4. Hop, bo'yindagisi mana 2.3 sal problema bo'lsa, qo'yam 1.6, 1.4 muammo emas. Aslida 2.3 yaxshilab lecheni qilsa ham o'tib ketadi. Qo'llarda uyushlar, og'riqlar yo'q-a? Yo'q, qo'lda uyish yo'q. Biranda bir maydan, lekin biraylar bo'ldi. Oldin bir bo'lgan, aslida tolish. Aslida tolish. Oddiy nomini bilan ham bor ekan. Akamlarning bu kompyuterdagi ko'rinish holatlari orqa miya kanaliga keng, o'shaning uchun ham 6,5 millilitr grijer bunaqa chustlik qilmaysiz. Lekin oyoq tarafga chap tarafida asli siqish bor. Atay o'zi o'zingiz 6 chiqadi, misol uchun 6,5 bergan. Pastagisi 4,5. Orqa miya kanali keng bo'lgani hisobiga aka siz hozir bemalol yuribsiz. Agar bosh qo'llarda mana shunaqa grijer bo'lsa, kaykilikni cho'g'lanib qoladi. Nimaga desa, bu yerda grijanasida razmerdan ko'ra orqa miya kanali teshigi katta rol o'ynaydi. Qancha keng bo'lsa, 1 santimetrlik grijani odamlar chust tutmasdan yuraveradi. Shuning uchun hozir lechada qilamiz, so'rilib ketadi. Inshaalloh bu yerda strashniy holatdagi emas. Bitta kurs bilan xudo xolasa polностью individualniy qilamiz. Ko'rmaganga o'tib ketasiz inshaalloh. Rahmat sizlarga. Xudo xolos bugundan protsedurani boshlaymiz. Lechenadan keyingi holatlarni emas surishtirib olamiz o'zlari bilan. Hozir shikoyatlarni aytdilar, muolajadan keyingi holatlarni ham aytib o'tadilar. Bu 12 kun davomida qilinadigan muolajadan keyingi videosini kutib olamiz.